Eshitdim, tayinli uy-joying ham yo'q ekan. Erkak kishini qo'rg'oni bo'lmasa, hech kim emas. Bu gaping bilan nima demoqchisan? Meni bitta hobbim bor. Biznesdan tashqari. Ko'cha janglarini uyushtirib turaman. Biz qachon birga bemalol yashaymiz? Qachongacha shunaqa bekinib yuramiz? Nega bekinib yurasan? Men homiladorman. Menga qara Ra'no. Bu dunyo fahsh ishlarga to'ldi. Qiyomat yaqin bu deymanda. Qalblarda iymon nuri so'ldi. Qiyomat yaqin bu deymanda. Yolg'onga to'ldi-ku bozorlar, bunchalar ham ko'pdir azorlar. Yolg'onga to'ldi-ku bozorlar, bunchalar ham ko'p dil azorlar. Toshlarga to'ldi-ku mozorlar, qiyomat yaqin bu deymanda. Toshlarga to'ldi-ku mozorlar, qiyomat yaqin bu deymanda. Men hech qachon hech kimga yengilmayman. Bularni hammasini sotsak qayerga boramiz keyin? Qayerga borardinglar? Qariyalar uyga borasizlar. Boshqa qayerga bo'lardi? Voy, bu nima deganing? Ona, men qarzlardan qutulgandan keyin sizni olib chiqib ketaman u yerdan. Faqat iltimos tezroq yig'ishtiringlar. Dada, nimalarni siz qilyapsiz? Qo'shingchi. O'g'il qo'l ko'tarsa otaga, qiz quloq solmaydi onaga. Kim xor qildi, kim zor bolaga. Qiyomat yaqinmi deymanda. Nimang bilan baxtli qilmoqchisan? Bitta qizimni sendaqa yetim vachchaga beramanmi? Saxovat qolmagan boylarda, qiyomat yaqinmi deymanda. Qizlarini qolmadi hayosi, dayusdek beparvo otasi. Qizlarini qolmadi hayosi. Agar farzand kerak bo'lsa, ana belim to'la farzandi. Yurganda onasi, qiyomat yaqin bu deymanda. Bosh yalang yurganda onasi, qiyomat yaqin bu deymanda. Sizlardan iltimosim, ahil bo'linglar. Hech qachon bir-biringlardan yordaminglarni ayamanglar, xo'p? Xo'p, oyi. O'zing aqlli bo'lasan. Akang katta. Ayol ishlar o'zga yurtlarda, erlari o'tirar uylarida. Ular qanday erkak ekanda, qiyomat yaqinmi deymanda. Beamal ilmiga ayrim mulla, bu qanday savdo astag'firulloh. Bizni aldab qo'ydi mol dunyo, qiyomat yaqinmi deymanda. Xudodan qo'rqmaydi zinokor, may ichib o'zin xor qilgan bisyor. Xudodan qo'rqmaydi zinokor, harom yeb o'zin xor qilgan bisyor. Ota ona farzand yo'liga azor, qiyomat yaqin bu deymanda. Ota ona farzand mehriga azor, qiyomat yaqin bu deymanda. Hali bo'lmasin qiyomat, Alloh bizga ayla inoyat. Hali bo'lmasin qiyomat, Alloh bizga ayla inoyat. Deyligin unutdik ibodat, qiyomat bo'lmay tur qiyomat. Deyligin unutdik ibodat, qiyomat bo'lmay tur qiyomat. Qiyomat bo'lmay tur qiyomat.